Assalomu alaykum. Ushbu videoda bitta inkubator ichida har xil parodadagi jo'jalarni ochirish, ularni ajratish bo'yicha o'zim foydalanadigan tajribani o'rgataman. Qani boshladik. Jo'jalar padyom. Sizlardan videoga like va podpiska. Mana ko'rib turibsizlar, bu oddiy piyoz setka. Bu ikkiga ajratilgan. Mana chap tarafida, o'ng tarafida alohida tuxumlar turibdi. Bu oddiy joyda ham alohida tuxumlar bor. Bu videoni olishni rejalashtirganimda o'sha ancha-muncha tuxum ochib bo'linuvdi, shuning uchun inkubatorda tuxum kam qolgan. Shunday bo'lsa ham videoga olib sizlarga ko'rsatishga, o'zimni tajribamni o'rgatishni niyat qildim. Jo'jalarni o'zini ham belgilab olamiz. Buning uchun men qizil rangli kastelankadan foydalanaman. Yaralarga suriladigan doridan. Uni zarari yo'q jo'jalarga. Oq joyiga ko'rinadigan qilib suramiz. Ushbu rang anchagacha o'chib ketmaydi. Nima maqsadda suramiz? Bu jo'jalarni belgilaganimizdan keyin bruderga qo'shib yuboramiz. Shunda ajratib olsak bo'ladi keyin. Xo'p, bu parodali jo'ja emas, oddiy jo'ja, paypog'i bor. Qolganlari qora avstralor jo'jalari, ularda paypoq bo'lmaydi. Hozir jo'ja menimcha setkadan chiqib olgan bu yoqqa. Uni belgilamaymiz. Hop, qopni ochamiz qolgan jo'jani olish uchun. Mana bu damashli jo'ja. U ham avstralorga o'xshaydi, lekin baribir endi zotli jo'ja hisoblanmaydi. Endi ikkinchi joyda jo'jani olamiz. Ko'rib turganingizdek, setka ikkiga bo'lib qo'yilgan. Tuxumlar ajratilgan soniga qarab. Hop, bu jo'jamiz birama jo'ja. Birama jo'jamizni oyog'iga belgi qo'yamiz. O'zi ajratish oson, lekin har ehtimolga qarshi yatishgan jo'jalar ham chiqib qolishi mumkin. Bu yoqdagi ikkinchi inkubatorimizda qora andijon tovug'i jo'jalari qo'yilgan. Bular ham paypoqi yo'g'i avstralorga o'xshab ketadi, ajratish qiyin bo'ladi. Bitta inda boqqanimiz uchun bruderda bo'lgan belgi qo'yiladi. Bungacha chiqqan jo'jalar yig'i bo'lingan, belgilangan. Endi bularga ham qo'yamiz. Mana markerda qo'yibman. Bu tez o'chib ketadi-yu, lekin keyin yana yengilisi bo'ladi. Boshqa jo'jalar bilan ajralib, aralashib ketmasligi uchun. Nima uchun o'zi ajratish kerak? Mana jo'jalarni quritadigan joyga qo'yamiz hammasini. Mana qurishdi. Allohga shukr, subhanalloh, shunday chiroyli jo'jalar. Hop, endi inkubatorimizni ustiga suv purkab yopib qo'yamiz, chunki bu yerda jo'ja ochilyapti. Namlik ketib qolsa, jo'jalar ochilmay qoladi. Mana jo'jalarimiz bruderga qo'yilgan. Bruder ham o'rtadan ajratib qo'yilgan. Yo tomonda qora andijon jo'jalar, mana rangilar kuchinskiy beleni, yoda avstralor, brama и damashli hashaki jo'jalar. Savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ajratish kerak, nima uchun belgilash kerak? Oddiy uyda boqadigan odam uchun buni farqi bo'lmasligi mumkin, lekin jo'ja ochtirib sotadigan odam uchun bu muhim. Men ham o'zimga jo'ja olib qolaman, qolganini sotib olaman. Sotayotganda zotli jo'jalar albatta oddiy jo'jalarga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Qimmatroqqa sotgandan keyin zotli jo'jani aniq o'sha zotli jo'jani berish kerak. Bo'lmasam savdoyimizga yolg'on aralashadi, topgan pulimiz shubhali bo'lib qoladi. Jo'jalar kichkinaligida juda ham bir-biriga o'xshaydi. Faqat ba'zi bir parodalar bor, ularning jo'jaligidan o'sha parodaligini bilsa bo'ladi. Ya'ni rangidan. Lekin shunda ham chatishgan bo'ladigan bo'lsa, shunaqa rang bo'laveradi, lekin toza qon, toza zot hisoblanmaydi. Shu sabab bu narsa eng avvalo sotayotgan odamni vijdoniga, insofligiga va jo'jalarni ajratishga bog'liq. Mana jo'jalarimiz sog'lom, ularga birinchi 3 kun shakarli suv beraman, anti-stress uchun hamda tuxum beramiz. 3 kun tuxum, statin ham ozginadan o'rgatib beramiz. Ularni xudo xolisa 15-20 kunlik qilib sotamiz. Videoni kuzatganingiz uchun rahmat.